Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir necha yillar avval Klon teleseriali qo'yilgani yodingizda bo'lsa kerak. Ushbu teleserial qahramonlari hozirgi kunda qanday ko'rinishda ekanligini bilasizmi? Agar ushbu savol sizni qiziqtirsa, kanalimizni kuzating. Biz sizlarning e'tiboringizga ularni hozirgi holatini namoyish etamiz. Murilo Benecio Klon serialida Diego rolini ijro etgan. 2001-yildagi va hozirgi surati. Giovanna Antonelli Klon serialida Jadi rolini ijro etgan. Leticia Sabatella Klon serialida Latifa rolini ijro etgan. Vera Fisher ushbu serialda Ivetti rolini ijro etgan. Carla Diaz Klon serialida Hadija rolini ijro etgan. Adriana Lessa Klon serialida Deuza rolini ijro etgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.